Hozir biz yana Eminyoyimga keldik. Bugun xudo xolasa o'tgan safar paraxodga chiqa olmagandik. Mana shu kemaga. Xudo xolasa bugun o'sha kemaga chiqamiz. Mana shu bola meni aylantirdi. Sizlar ham kelsanglar, sizlarni ham aylantiradi. Mana biz hozir kemaga chiqdik. Bu yoqda mana ikkinchi etajga chiqqanmiz. Mana birinchi etaji, mana kemaning ichi mana shunaqa. Bring it back. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Asadbek Abdumavlon, bu yoqda Amirbek Sobirov. Bugungi vlogimizni davom ettiramiz. Hali ham men Turkiyadaman. Bugun soat 1:30 bo'ldi. O'zbekistonda ya'ni 3:30. Bugun 12-dekabr. Biz ko'chadamiz. Ming bor adashibman. Bugun 12 dimman. 12-dekabr emas, bugun 11-dekabr. Mana o'zimiz har doim yuradigan yo'l. Bu yoqda men bayroqni ham necha marta ko'rsatganman. Kargoniki. Biz bugun mana shu yerda Saryer Bo'rekchisi degan joyda ovqatlanmoqchimiz. Saryer Bo'rekchisida. Yana bugun ovqatlanmasdan chiqqanmiz. Mana shundamiz. Nomi nima buni? Gazoz. To'cha. Bolichka degani. Bolichka. Qaysi bir deymiz? Assalomu alaykum. Bitta 3ta aytamizmi? Mana uning ta'mini, nomini bilmayman, hali yeb ko'rmadik. Hammasidan sekin-sekin yeb ko'ramiz. O'zingizlar xabaringiz bormi? Pastda Turkcell bor ekan. Bu yoqda ko'proq mana mayda chuda mana uyga mana tika qizlarniki bo'ladi-yu, pardalarga tikadigan. Bu yoq mana kattagina joy, ichkarilari katta. Bet kargo. Bu yoqda kargo juda ham ko'p. Har yo'llarda chiqadi, chunki bu yoqda kargo ishlari bo'lsa, mana dom tagida magazinchalar bor. Mana mashinalar. Kim bu yoqda mana magazin, mana shu to'g'risida. Saryer Bo'rekchisi degan Saryer degan joy ham bor-da bu yoqda Istanbulda, lekin bu yoqdan yarim soat 1 soat uzoqda, lekin Saryerlik odam chetdan ochganda mana. O'shaning uchun Saryer deb yozib qo'ygan. Mana shunaqa suv ichimligini oldik. Bundan ham hali ichib ko'rmaganman. Hasharlik pida. Qanaqa? Bilmasangiz olam. Ta'mi nima? Nomi? Hasharlik pida. Hasharlik pida. Bizga yoqimli ishtaqa, mana yana ataylab uydan ovqatlanmasdan chiqamiz. Bugun o'tirish mumkin ekan biz uchun. Davut'a da bakar mı böyle ben zaten kanıyla kanını bunu harika göstereyim ya. Gelmiyor mu ya? Şimdi arayacağım bu arada. Zaten cevap vermedi. Ben o sesi aramıyorum. Alo. Bırak para ne? Şu an zamanında kardeş var ya. Evet. Buradan korona çıkmış ayrısı. Evet. Hatta bir kaça bakıyor bu da neyse kanka. Korona olmamış ama. Efendim? Asatini de bak, dedim. Gözde ortayın. Şurada. Nima? Kelaymi ikkimi? Kim cevap verme hazır cevap ver. Asatini kaçkı. Kichkinasidan kattasidan. Tamam tamam şuraya bak. Pardon içeriye. Tepsiye gittin sen arasında. Sen içeriye. Hamma zo'r. Ha iki tane şey oraya götür. Mana qaranglar, hozir biz yana Eminyoyimga keldik. Bugun xudo xolasa o'tgan safar paraxodga chiqa olmagandik. Mana shu kemaga. Xudo xolasa bugun o'sha kemaga chiqamiz, aylanamiz. Mana bu yoqda akalar, ukalar baliq pishirishyapti. Bu yoqda bu tomonda hozir ko'rsataman. Hozir biz Amir meni paraxodga olib chiqmoqchi. Amirga ham rahmat kattakon deb podpisatsiya qilib qo'yinglar. Instagramiga Emirbey. Ikkita esi bor, oxirida Y, keyin 3ta chiziqcha. Podpisatsiya qilib qo'yinglar. Like bosib rasmlariga mana shu bola meni aylantirdi. Sizlar ham kelsanglar, sizlarni ham aylantiradi. Bugun suv olib deb aytdi. Hozir qanaqa suv olamiz? Mana anorni qaranglar. Anor ham chiqazyapti abi. Mana shu. Evet. 3 tane. Bo'lmasa boramiz, aylanib kelamiz. Hozir mana Uskudar ketyapti ekan. Biz Uskudarga boradigan bo'lsak, juda ko'p qolib ketamiz. Soat 3:30 bo'ldi. O'shaning uchun
Uskudarga emas, Mananga chiqamiz. Bu bizni aylantirib, olib kelib yana chetga olib kelib qo'yar ekan. Uskudarga chiqadigan bo'lsak, hozir mana Istanbulda bo'lsak, ancha ilon yutdim. O'rdek ekan. Nima ekandimmi u ana? Ilonga o'xshaydi, tavba. Nafas olyapti-da suvdan. O'shnaqa va Uskudarga boradigan bo'lsak, Istanbulda tursak, hozir boshqa shaharga borib qo'yar ekanda, u shaharda aylanib keyin bu yoqqa kelsak ham bo'ladi. Endi bunaqasini keyin safar qilamiz. Hozir bizni boshqa shaharga tashib qo'yib bo'lsa keyin peshkom o'zi keladi-da, mana bu. Kema o'zi bormi? Bizni tashab o'zi keladi. O'shanga. Mana biz uni aylantirib olib kela qolsin. Mana biz hozir kemaga chiqdik, bu yoqda mana ikkinchi etajga chiqqanmiz. Pastda mana birinchi etaji. Mana kemaning ichi mana shunaqa. Amir bu yoqda baliqlarga don ovqat beryapti mana. Kelishini qara. Gap yo'q, qaranglar, shuncha katta narsani boshqarish o'zi ham bo'lmasa kerak. Kemaga e'tibor beringlar, rosa aylanyapti. Boshimiz aylanib ketdi jibori. Qimirlaveradi, qaranglar, hozir qimirlayapti rosa. Mana hozir bizning kemamiz o'sha yurdi. Naqadar go'zal, qaranglar, naqadar chiroyli. Qaranglar, mana Amir otgan non ushog'ini, ya'ni nonni ozgina bo'lib otganlari mana yugurib o'rgilib aylanib yeyishyapti. Baqagilar otganda ovolyapti, ko'ryapsizlarmi? Pastga tushmagancha o'piti borda, o'sha bu yoq o'piti ochib qo'ygan. Baribir ko'z bilan baribir chiroyli-da, qaranglar. Ko'z bilan vashi naqadar go'zal. Baribir telefon, kamera ko'rsatib bera olmaydi. Ko'z ko'rsatgan narsani. Ot. Mana agar esingizda bo'lsa, bu vlogdan oldingi vloglarda mana shu birinchi mostdan o'tib, narigi mostgacha borganmiz. Sizlarga dash mana uni ham ko'rsatganman, mana shu antennani. Hamma vloglarimni ko'rsanglar, mana bu yoqdan mashinadan ham o'tib ketganmiz. Bitta abiyimiz kelib bizni mashinada aylantirgan. Mana shu ko'prik tagidan ham o'tib ketganmiz. Agar esingizda bo'lsa, bugun 11-dekabr bo'lsa, u vlogimiz 9-dekabr kuni olingandi. Ya'ni bu vlogdan bundan ikkita video oldindagi video deydi. Bemalol kirib o'tib ko'rishinglar mumkin. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, mashinada aylanganmiz. Mana most. Mana most tagidan o'tyapmiz. Voy.
Mana Amir bu yoqda Instagramdan mana shunaqa chiroyli vidlar qilib bering deganlar uchun video qilib beryapti. Mana bu yoqda. Bu yoqdan Instagram profilini ko'rsatib turib, bu yoqdan mana istoriyaga, ya'ni video qilib mana shu profil egasiga tashlaydi. Hozir qaranglar, biz ikkinchi etajdan birinchi etajga tushdik. Mana birinchi etajdan o'sha pashti yaqin mana tepaga chiqamiz. Hozir bu yoqda videolar, rasmlar qildik. Instagram uchun bemalol Instagram profilimga o'tib podpiska qilib qo'yishinglar mumkin. Asadbek Abdumovlonov deb yozsanglar yoki Asadbek atsanglar o'sha chiqib keladi xudo xolasa. Gap yo'q, juda ham bir chiroyli manzaralardan biri, bilmayman to'g'risini aytaman. Ketkim kelyapti mana bu yoqdan, lekin O'zbekistonni sog'indim. Bugun mana 12 kun bo'ldi bu yoqqa kelganimga Turkiyaga. Baribir to'g'ri, bu yoqda chiroyli, bu yoqda aylansa bo'ladi, lekin baribir o'zimizni O'zbekistonga yetmasin, nima bo'lsa ham. Gap yo'q. Shunaqa gaplar. Tug'ilgan kuniga kimni chaqiramiz? Xolmurod Saidov, ha? O'zimizda Pirat akamiz bo'ladi. Ikkita ashula. Qaysi birini? Ayirdilar bilan bevafo. Zo'r aytgan-a? Odam yig'lataveradi, chin dildan, yurak bag'rini odamni keng qo'yadi. Xolmurod aka, ko'rdingizmi? Amir sizni bunday kuniga chaqirmoqchi. Bilmayman, bu video ko'rasizmi, ko'rdingizmi, bilmayman, xabarim yo'q. Xudo xolasa 14-yanvarda pashti bir oydan keyin, bugun 11-dekabr bo'lsa, bir oydan keyin bu tug'ilgan kun akajon. Shunaqa. Xizmatda bo'lasiz, xudo xolasa biz ham xizmatda bo'lamiz akajon. Mana hozir biz qaytyapmiz, esinglarda bo'lsa, mana mostdan o'tib turib ovqatlangan ko'rsatmadik, sekin uyga qaytganmiz. Taksida kechqurun bo'lib qoladi o'sha. Yo'ldamiz, qaytyapmiz o'sha. Yaxshimisan, bormisan? Orqa tomondamiz hozir biz. Hozir mana qaranglar, biz rasmga tushdik. Mana ikkalasini olib qoldik rasmni, Istanbul. Ko'rasizlar? Mana soat bizda 5 bo'ldi, O'zbekistonda soat 7. Shu qaytyapmiz, soat 3da chiqdik. Ya'ni 2:30da chiqqanmiz, soat 3da yo'lga chiqqanmiz. Ya'ni kema qimirlagan. Orqa tomondamiz. Ozgina bu yoqda mana ichida o'tirib, ozgina dam olib qo'shiq eshitib, mazza qarochi boru. Bugun mazza qildim. Atlushi. Mana biz o'sha joyimizga keldik. Wow. Kelib qoldik. O'sha mana hozir pоворот qilinadi. Bu yoqda rasmga tushganman, agar esinglarda bo'lsa videolar qilganman. Yo'q, bunisidan emas, bundan keyingisini hozir ko'rsataman. Rasmlar shu videolar qilganman. Instagramda agar ko'rmoqchi bo'lsanglar rasmimni, juda ham bir chiroyli rasmlar. Ba'zilar qaranglar, kafelar yopib, meduzalar bu yoqda o'lib yotibdi. Nega kema ichidan o'tib ketyapmiz suvdagina? Kemani ichi. Men narigisida rasmga tushdim, narigisida. Wow! Mana qaranglar, mana bu yoqda rasmga tushdim men. Bu yoqda esinglarda bo'lsa. Bilmayman, men bu yoqqa bu tomonga ne o'tib ketdi. Bizning joyimiz, qo'nishimiz kerak, nari yoqda qo'nishimiz kerak. Mayli bir Asadbek chiqibdi deb aylantiryapti. Va most ochiladi, katta kema kelsa adashmasam ochiladi. Ha? Boshqa joyga ketib qolyapmiz, biz daryoqda qo'nishimiz kerak edi. Bilmayman, nima bo'ladi? Men Amir biz borib aylantiradi. Asadbek chiqdi-da kemaga. Asadbek, kimsan kelsa Asadbek chiqdi. O'rnagan joylarga olib kelib qo'yapti bizni. Ha, bu yoqda tushsa kerak-da, o'zlari yoqda tushishimiz kerak edi, bilmayman. Mana bu yoqlar. Ha?
Hozir qaranglar, Amir bitta narsa ko'rib qoldi-da, mana motori bo'ladi-yu, dumaloq. Meduzalar o'tkazsa, nariyoqda meduza ko'rgan bo'lsanglar, hamma meduza mana shu sababli, kema sababli kesilib o'lib qolar ekan, to'g'rimi? Hozir mana Amir shivoy ko'rdim, men ko'ra olmay qoldim. Tagidan suvlar chiqqan payti meduzalar Yarim 3-4 ga bo'linib ketibdi. Voy, tutuv chiqishini qaranglar. Ozgina qoldi o'lishimizga. Bo'ldi, ketdik endi uyga. Mana sekin biz уже tushdik mana shu yashil kemadan. Sekin endi hozir uyga boramiz. To'g'risi 2 soatdan beri shu yerda yuribmiz-da. Narigi betga bizni tushirib qo'ydi. Mana bu yoqda kemalar. Yana bir bora men Asadbek sizlar bilan hozir Eminoyimdan Eminoyimdamiz, kemadan tushdik. Bu yoqda keyin baliq narsasini oldik. Mana Eminoyim, o'sha Eminoyim mashhur shahar, tushunasizlarmi? Baliq ekmek, baliq ovqat, ichida balig'i bor ekan. Mana hozir 15 TLga oldik, endi yeb ko'ramiz. O'zimiz bozorda baliq sotamiz, o'zingizlar ko'rgansizlar. Onam bozorda baliq sotgandan telefon olib olganmiz. Onam sog'inmaydi. Onamni ko'chada olmadi, ko'p bo'lsa salom aytinglar. O'shanaqa gaplar hozir mana yeb ko'ramiz, endi ta'mini aytaman sizlarga. Ichida baliq bor, piyozlar bilan. O'shanaqa 15 TLga ekan. Yeb ko'ramiz, ishlab ko'ring. Mana kalyanni qaranglar, kattaligini. Voshye, bu orqada ilonligi ham bor ekan mana. Bu hamma uzunligini oldi. Amir dadam uzun ko'ryapsizlarmi? Amir 1.70 necha ham, 1.71 edi. Hozir mana bu yoqdan ovqatlandik, sizlarga esdan chiqibdi videoda qilish. Shu lavash go'shtga narsa yedik 8 TLdan zo'r ekan. Assalomu alaykum barchalarga, hammalarga xayrli kech. Biz Yusuf Bashidamiz, mana Amerikalarimiz Amir kechmayni sizni yaxshi ko'radi. Yana o'tiribmiz, aylanib bugun shunaqa gaplar. Har doim biz yaxshi ko'radiganlardan buni ko'rib to'yib ketgan do'stlar, sizlar ham yeb ko'rishinglarni tavsiya etaman.